Achchiq ta'mli oziq-ovqat mahsulotlarini inson ko'proq miqdorda iste'mol qilganda inson umurtqa va qo'l-oyoq bo'g'imlarining suyaklarini orasida joylashgan shilimshiq suyuqlik modda inson organizmi tomonidan yetarli miqdorda ishlab chiqarilmay qoladi. Natijada inson harakatlanganda tirsillagan tovush chiqadi va yana inson harakatlanayotganda umurtqa va qo'l-oyoq bo'g'imlarining suyaklari bir-biriga ishqalanib, yemirilib ketadi. Oqibatda esa inson umuman harakatlana olmay qoladi. Shirin ta'mli oziq-ovqat mahsulotlarini inson ko'p miqdorda iste'mol qilganda esa inson umurtqa va qo'l-oyoq bo'g'imlarining suyaklarini orasida bo'shliqda o'sma va shishlar paydo bo'ladi. Bu o'sma va shishlarning tarkibida esa viruslar va infeksiyalar yiring paydo bo'ladi. Mana shu paydo bo'lgan o'sma va shishlarni operatsiya qilib yo'qotgan taqdirda ham, davolangan taqdirda ham qisqa vaqtda yana yangilari paydo bo'laveradi o'rniga. Bu holat bo'lmasligi uchun umurtqa va qo'l-oyoq bo'g'imlari kasalliklarini davolash uchun va oldini olish uchun bu kasalliklarni achchiq ta'mli va shirin ta'mli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini va yog'li oziq-ovqat mahsulotlarini ozroq miqdorda iste'mol qilish kerak. Bu kasallikni davolash uchun esa ertalab va kechki paytda kunda 2 mahal ovqatdan oldin no'xatdek kattalikda keladigan achchiq toshni och qoringa yarim piyola qaynagan suvga solib, yaxshilab eritib olib, iliq holatga kelganda iste'mol qilish kerak va och qoringa iste'mol qilingandan keyin 2 soat vaqt o'tgunga qadar hech narsa iste'mol qilmaslik kerak. 2 soat vaqt o'tgandan keyin esa iste'mol qilsa bo'laveradi.